ki tavba qilsa-yu sadaqa bermasa, namozni boshlayapti, namozga o'rgandi, 41 kun o'qib, ro'zaga ham o'rgandi. Bu yerda endi zakot berish kerak. Obbo, pulim. Shuni bermasa, endi buni bermayman, u pulni nima berarkanman bekordan desa, u tavba emas. Namoz o'qidingizmi? Ro'za tutyapsizmi? Alloh bergani bormi? Bering. Bering. Pul emas, Allohni yaxshi ko'ring. Nisob emasmi? Sadaqa bering. Mo'minni bitta belgisi, eng kuchli belgisi bor, birodarlar. Sadaqa qilayotganda Alloh menga buni 100 barobar, 1000 barobar qilib qaytaradi deb beradi. Ana mo'minni ishonchi. Ketdi ya, bekordan bekor, iymon yo'qmi? Ketdi deb beryapti-da, bu ketdi, shunga beryapman. O hajga to'lagan pulingiz yaniga hajgacha 10 barobar bo'ladi. G'arib, miskin, yetimga, hojati tushganga, qiynalganga berganingiz Alloh taologa ham qaytartiradi. Faqat siz biling, o'zimni zo'r ustaligim bilan, ishim bilan topdim demang. Uni sabab qilib turib Alloh qaytarib beryapti sizga, ko'p qilmang. Shuning uchun sir sadaqa odam hech qachon pulsiz qolmaydi. Sir sadaqa odam hech qachon pulsiz qolmaydi, birovga muhtoj bo'lmaydi. Yomon o'lim topmaydi. Har xil balo ofatlardan omon eminda bo'ladi. Ana shularga rioya qilsa debdilar, sarvar olam haqiqiy tavba qilgan odam shu bo'ladi.